Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlar, aka-ukalar. Endi bizda anchadan beri qo'y tashlaganimiz yo'q, hurmatli obunachilar. Orada ozdan tanam so'q qoldi. Xudo xolasa bugungi bir qora, xudo xolasa 10 dona to'xli variantlardan. Hurmatli obunachilar, 7 dona urg'och, 3 dona qo'chqordan kelib qoldi. Xudo xolasa, mana shular tavsiya qilib, yaxshilab urg'ochdan yosh oilaga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xolasa mana shu qo'chqorcha, hurmatli obunachilar. Mana shunisi, mana shu qo'chqorcha, hurmatli obunachilar. Mana bitta o'na oqqanlar bor. Mana shu qo'chqorcha. Qolgan hammasi urg'och, hurmatli obunachilar. Hafta kuniga juma 26-dekabr 2025-yil. Inshaalloh biz xudo xolasa qo'ylarimiz zo'rlardan so'raganlarga, hurmatli obunachilar, faqat o'ta danaylari kelgan mana. Hurmatli obunachilar, katta sog'liqlashlardan. Hali tishi buzmagan. Hammasi pozo. Bir qo'ra qilib, olib, sekin o'zim tarbiyalab olaman, uka deganlarga mana. Lekin mana mashq qo'chqorimiz qulog'i, xudo xolasa 19 pilisga olaverasiz, 20 chiqadi 19 pilis. Azna qo'tir tushganda buni davosini qilib qo'ydi, xudo xolasa. O'ta zo'r. Mana mashq qo'chqorcha. Stoykalarim o'ta dahshat. Hammasi kelgan, xudo xolasa zo'rdan boqaman deganlar. Ammo bular dalani qo'yadi. Mana bir boshdan ko'rsatib o'tyapti, hurmatli obunachilar. Lekin bularda kattaroqlari ham bor, kichikroqlari ham bor. Inshaalloh hammasini o'zim narxi bilan chiqarib berishga harakat qilamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'ta zo'rlardan boqib, shunday qo'y olaman deganlarga mana shu qo'ylarni tavsiya qilaman. Hammasi qo'zi. Bitta ham tushirgani yo'q. Lekin mana shuni quloq 19 pilis. Mana stoykalarni ko'rishlaringiz mumkin. O'ta zo'r. Garbonos deyishim xudo xolasa. Bittasini dumbasi osilmaga, hammasi o'ta zo'r. Lekin mana sog'liqlar katta sog'liq. Bo'ylari 80 pilisning chiqadi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bularga ko'p cho'zmay, bitta narx aytdi, xudo xolasa, bitta degan narxi, bo'ladigan narxi 5 million so'mdan dastavkasi Toshkentga ketaveradi. Mana, hurmatli obunachilar, 5 million so'mdan dastavkasi Toshkentga ketaveradi, aloqa chiqaverasizlar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Videolarimni xato kamchilik bo'lsa, oldin uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.